Rahmatjon, bo'ldi. Yig'ishtir. Ma, suyini ichganda kirib damingni ol. Ertaga imtihoning. Bormayman imtihonga. Menga qara bolam. Shu paytgacha qiziqadi, hobbisi deb indamadik. Lekin endi yig'ishtir bunaqa ishlarni. Bekorga vaqtingni sarflama. Baribir boshqa kasb tanlaysan. Imtihonga yaxshilab tayyorlanish kerak. Tur, dam ol. Men rassom bo'lmoqchiman. Men shu yo'lni tanladim. Bu kasb bilan oila boqib bo'ladimi? Nima deganing bu? Hayotga realliroq qarash vaqti keldi. Yashashni o'yla. Siz yashayapman deb o'ylayapsizmi? Siz shunchaki nafas olyapsiz xolos. Nimaga o'zingiz sevgan kasb tanlamagansiz? Hamma odam orzusini yaxshi ko'rgan kasbini tanlayman deb orqasidan quvursa orzularni. Hech narsaga erishmaydi bu hayotda. Insonning majburiyati bor, mas'uliyat degan narsalar bor. Balki shuning uchun ham hayotingiz rangsizdir. Mayli, xo'p, o'sha imtihonga boraman. Mayli, o'zim pul uchun o'zimni xohlagan kasbimdan voz kechaman. Lekin bilib qo'ying, men yashamayman. Shunchaki nafas olaman xolos. Oling. Cho'lpon orzu qilgani uchun o'ldi. Men esa orzu qilmaslik uchun yashayapman. Men orzu qilaman. Chunki yashayapman. Siz esa meni to'xtatmoqchisiz. Chunki yashashdan qo'rqasiz.